Bir yil ichida front-end dasturchi bo'lib ishga kirishni o'rgatamiz. Qahramonimiz Rasul akadan IT sohasiga qanaqa kirib kelgansiz deb so'raganimizda, universitetda o'qiyotganimda 2 yil matematika fanidan ustozlik qilganman. Karantin paytida o'quvchilarning soni kamayib ketgani uchun boshqa kasb tanlashim kerakligini tushunganman. Bir kuni internetda o'tirganimda IT kurslariga ko'zim tushib qolgan. Bu sohada ishlayotgan tanishlar bilan gaplashsam, rivojlanayotgan soha, oyligi ham zo'r degan gapni eshitganman. Shundan keyin shu sohada ketaman deb qaror qilganman dedilar. Lekin dasturlashni eplab ketishlari ham oson bo'lmagan ekan. Chunki ITda boshqa chiqib kerak ekan, hayotdagi emas. Ustoz yo'liga qanaqa o'sishni bilmaganimdan meni qattiq sekinlashtirgan dedilar. Vaqt o'tib birinchi stajirovkaga joylashganman, lekin yozayotgan kodlarim boshida ishlamay ham qolgan. Bu soha menga emas ekan deb tashab ketgim ham kelgan. Ishxonamdagi ustozim boshida xato qilish normal holatligini aytib, xatolarimni to'g'rilashni o'rgatib, to'g'ri yo'l ko'rsatganlar. Shundan keyin IT sohasida ishlab ketganman dedilar. Oxirgi 2 yildan beri Uzinfocom kompaniyasida front-end dasturchi bo'lib ishlab kelyaptilar. Bu sohani o'rganib ish topishda qiynalmaslik uchun nima qilishimiz kerak deb so'raganimizda, Uzinfocom qoshida YouStudy IT akademiyasi ochilgan. O'sha yerda kurslarda o'qisanglar, o'qish davomida Uzinfocomda stajirovka qilib, real loyihalar bilan ishlab dasturlashni tez o'rganib olsanglar bo'ladi. O'zingizlarni yaxshi ko'rsatsangiz, Uzinfocomga ishga ham olib qolishadi dedilar. Agar sizlar ham YouStudy dasturlash kurslarida o'qib, Uzinfocomdagi katta IT kompaniyaga ishga kirmoqchi bo'lsanglar, unda kommentda plus qoldiringlar.